Assalomu alaykum hurmatli ko'ruvchilar. Uyg'ur axborot markazining haftalik xabarlar programmasiga xush keldinglar. Men Muhammad Izzat. Bugun seshanba. Tövəndə edəkdənlər xəbərlərimizin təfsilatı olsun. Amerika o'z xabarlar to'rining 23 yanvar xabari. 23 yanvar seshanba kuni Shveysariyaning Janva shahrida o'tkazilgan Birlashgan Davlatlar Tashkiloti kishilik huquq yig'inida Xitoyga aloqador kishilik huquq doklati Birlashgan Davlatlar Tashkiloti kishilik huquq komiteti tarafidan inchkilik bilan tekshirib chiqilgandan keyin Xitoyning Sharqiy Turkiston, Tibet va Hong Kongda o'tkazayotgan jinoyatlari g'arb allari tarafidan tanqidlandi. Xitoyning kishilik huquq dafsanchiligiga oid bu tekshirish jarayoni Birlashgan Davlatlar Tashkiloti sobiq kishilik huquq oliy komissari Michel Bacheletning Xitoyning Sharqiy Turkistondagi Uyg'urlarga va boshqa Turkiy musulmonlarga tutgan muomalasiga qarshi og'ir tanqidiy doklatidan keyingi tunji qatimliq tekshirish jarayoni hisoblandi. Michel Bachelet huquq yurgizuvchi muddati tushishdan bir necha minut avval e'lon qilgan 2022-yil 1-oydagi dokladida Xitoyning Uyg'urlarga qarshi og'ir kishilik huquq dafsanchiligi epag'anligi Xitoyning bu dafsanchiligining insoniyatga qarshi jinoyat bo'lishi mumkinchiligini o'tirib qo'ygan. Oldingi seshanba 23 yanvardagi yig'inda Birlashgan Davlatlar Tashkiloti mutaxassislari va kishilik huquq organlari Xitoyning 1 milliondan ortiq Uyg'urni va boshqa musulmonlarni atalmish tarbiyalash markazlariga solib olgan, ularni sistemalik keng doiralik holda xo'rlagan deb ayblagan. Xitoyning Birlashgan Davlatlar Tashkiloti turishliq bosh amaldori Chin Shu bo'lsa, Xitoyni aqlab, biz hamma kishilarni texmo yaxshi turmushga erishtirish uchun tirishyapmiz. Biz Xinjiang xalqining kishilik huquqiga hurmat qilamiz va ularning kishilik huquqini qo'g'daymiz. Biz Xinjiangning ijtimoiy muqimligiga ahamiyat beramiz. Xinjiang xalqining yashash huquqini kapolatga ega qilamiz degan. Chin Shu yana reallikning dal aksini so'zlab, biz Xinjiangda qonunga binoan terrorizmga qarshi urushyapmiz. 7 yildan beri Xinjiangda zo'ravonlik va terrorlik aloqador hech qanday voqea yuz bermadi. Xinjiang xalqi muqimlikning va go'zal turmushning huzurini suryapti deganlarni bayon qilgan. Yig'inda oldingi yillardagi o'xshashlar g'arb davlatlari Xitoyni ayblаш maydonida bo'lgan. Bir o'chim atalmish islomiy allarning vakillari bo'lsa, Xitoyning Sharqiy Turkistondagi qonliq siyosatlarini va jinoyatlarini aqlash maydonini tutgan. Uyg'urlar haqidagi haqqoniy xabarlar orqali Uyg'ur xalqining hurmatiga noil bo'lgan Turkiyadagi xususiy axborot organi Qrim xabar agentligining 24 yanvardagi xabariga ko'ra, Xitoyni ayblagan 31 davlat orasida Turkiya ham bor ekan. Seprintorning aloqador xabarda bildirilishicha, bu paytning o'zida bir bo'lik Sharqiy Turkistonlik va Tibetlik namoyishchilar Birlashgan Davlatlar Tashkiloti xizmat binosi oldida Xitoyga qarshi namoyish o'tkazgan. Turkiya Qrim xabar agentligining 24 yanvar xabari. Xitoyning Uyg'urlarga yurgizgan irqiy qirg'inchiligida qo'li bor bo'lgan Xitoy texnologiya guruhi Huawei Yevropa bozoriga yurish qilish uchun Turkiyani baza qildi. Texnologiya sohasida shiddat bilan olg'a ilgarilayotgan Xitoy Sharqiy Turkistondagi Uyg'urlar va boshqa turkiy millatlar ustidagi zulmni davom qilmoqda. Xitoy Huawei shirkati ta'minlagan texnologiyalar orqali Sharqiy Turkistondagi yig'ilish markazlaridagi Uyg'urlarni qattiq kontrol qilmoqda. Huawei shirkatining kishilar orasidagi Uyg'urlarni sun'iy aql orqali to'nib oladigan texnologiyani taraqqiy qildirish uchun Xitoyning aqliy mulk huquq idorasiga iltimos qilganlik o'tirg'i chiqqan. Huawei shirkati Xitoyning Uyg'urlarni jazolash va kontrol qilish jihatidagi xalqaro qonunga zid ijroatlarga qo'l chumoqchilik qilganlik tufaylidan bir qator demokratik davlatlar Huawei shirkati bilan bo'lgan to'xtamlarni bekor qilgan mushundaq bir sharoitda Huawei Turkiyani chet ellarga kengashdagi yangi bekat qilib tanlagan. Xabarda ko'rsatilishicha, oldingi hafta Beijingda o'tkazilgan atalmish Xitoy Yevropa liderlar munbir yig'inida Huaweining Yevropa bozoriga yurish qilishida Turkiyaning muhim o'rin tutilganligi ta'kidlangan. Yig'inning Turkiya mablag' selishdagi yangi bekat mavzuliq bo'ligida Yevropaga ichilgan ishchi sifatidagi Turkiyaning Xitoy shirkatlarini savdo va iqtisodiy afzallik bilan ta'minlaydiganligi muhokama qilingan. Huawei shirkati Kilot ijroiya komiteti direktori Chang Shusing bu yig'inda Turkiyaning Huawei va boshqa Xitoy shirkatlari uchun bozor ichish jihatiga muhim bir baza holatiga kelganligini tilga olgan. Reuters agentligining 24 yanvar Beijingdan xabari. Xitoy 24 yanvar chorshanba O'zbekiston bilan bo'lgan diplomatik aloqani kuchaytirish yo'lida ikki davlat orasida bir qator kuchli hamkorlik loyihalarini o'tirib qo'ydi. Bu hamkorlik loyihalari bir yurish muhim turlarni o'z ichiga olgan bo'lib, bu turlar orasida yana qatnash transport sohasidagi davlat arz to'sh faoliyatlarida ishilishdan qochayotgan Rossiyani kesib o'tadigan qo'riqlik yo'lining o'rniga O'rta Osiyo temir yo'li orqali ikki davlat orasida savdo hamkorlikni kuchaytirish turimi mavjud ekan. Xabarda Reuters agentligi Xitoyning Xinhua agentligidan naql qilib, Xitoy raisi Shi Jinping O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev bilan Beijingda ko'rish orqali ikki davlat munosabatining ilgirki keng doiralik strategik sherikchilik munosabatidan har qanday ahvolda o'zaro hamdam bo'ladigan strategik munosabatga ko'tarilganligini qayd qilgan. Xabarda ma'lum bo'lishicha, har qanday ahvolda o'zaro hamdam bo'ladigan strategik munosabat deganlik davlat ichi va xalqaro vaziyat mayli qanday bo'lishidan qat'iy nazar ikki davlatning har vaqt do'stona munosabatni saqlab qolishini ko'rsatgan. Xabarda deyilishicha, Xitoy taraf o'zining O'zbekiston bilan yangi energiya qatnash vositalari sanoat zanjiri, shamol energiyasi,
va hidroenergiya sanoati jihatlarida hamkorlikni kuchaytirishga tayyor ekanligini o'tirib qo'ygan. Türkiye chiqadigan Cumhuriyet gazetorining 23 yanvardagi xabarda bildirilishicha, Markaziy Istanbulga joylashgan Qizil Mushuk nashriyati Xitoyning Qingdao shahridagi Dunyo Xitoyshunoslik markazi binosida ishxona ochgan bo'lib, mazkur nashriyat turk nashriyatlari orasida Xitoyda ishxona ochgan tunji nashriyat hisoblanadi ekan. Xabarda ko'rsatilishicha, turk nashriyatining Xitoyda ishxona ta'sis qilishida turk kulturi bilan Xitoy kulturi orasida o'zaro ta'sir ko'rsatish va ikki davlat orasidagi madaniyat dialogini kuchlantirish maqsad qilingan ekan. Xabarda ma'lum bo'lishicha, Dunyo Xitoyshunoslik markazi direktori Shu Baofeng turk nashriyatining Xitoyda ish boshlashining ikki davlat orasida bir-biridan o'rganishni yangi saviyaga olib chiqishga yordam berdiganligini o'tirib qo'ygan. Xabarda deyilishicha, turk nashriyatining Xitoyda ish boshlashida Xitoy bilan Turkiya orasida adabiy va akademik hamkorlik hosil qilishi planlangan ekan. Xabarlarimizni ko'rganingizga rahmat. Ko'rishguncha omon bo'linglar. Xayr xo'sh, Allohga emanet.